Hey yo, mult olam siz bilan. Bugun men Magical Girl Sight deb nomlangan g'ayritabiiy dahshatli animeni qisqacha gapirib beraman. Oldinda spoilerlar. Ehtiyot bo'ling. Film 18 yoshdan kichiklarga tavsiya etilmaydi, chunki bu multfilm emas. Asagira Aya muammoli yosh qiz. O'lim haqidagi fikrlar uni har kuni qiynaydi. U maktabda dahshatli haqoratlanadi. U yerning zo'ravonlari unga ko'plab gapirib bo'lmaydigan narsalarni qiladilar. Uni hojatxonaga cho'ktirishdan tortib, maktab poyabzaliga tig'li narsalar qo'yishgacha. Aya nafaqat jismonan azoblanadi, balki u kamsitiladi. Ular uning g'ururini kulga aylantirdilar. Bunaqa holat ko'plab o'quvchilarda boshdan o'tgan bo'lsa kerak. Boshqa talabalar va o'qituvchilar unga ko'z yumadilar. Hatto uyda bo'lsa ham uning akasi unga nisbatan yomon munosabatda. Unga yordam beradigan uyda yoki maktabda umuman hech kim yo'q. Uning akasi Ayaga hasad qiladi, chunki undan farqli o'laroq u otasining umidlarini qondirish uchun har kuni otasi uchun ishlashi kerak. Uning qorniga musht tushirganidan so'ng shafqatsiz akasi unga "Nega sen mening stressimni yengillashtirishga hissa qo'shmayapsan, ahmoq?" deb baqiradi. O'sha kechasi akasining qattiq kaltaklanishiga chidagandan Aya o'limni o'ylab karavotga yotadi. To'satdan uning noutbuki Sehrli qizlar sayti deb nomlangan veb-saytni ochadi. U veb-saytga kiradi va ekran birdan o'zgaradi. Bir ovoz uni kutib oladi. Ayani bechora baxtsiz ruh deb ataydi. "Siz uchun", deydi ovoz. "Biz maxsus sehrli kuchlarni taklif qilmoqchimiz. Bizning saytimiz sizga sehrli tayoq yuboradi. Bechora baxtsiz ruh. Undan foydalanish yoki ishlatmaslik o'zingga bog'liq." Ovoz so'zni tugatmasdanoq u hozirgi guvohi bo'lgan narsadan hayratga tushib, darhol notebookni o'chiradi. Ertasi kuni olomon poyezd bosib ketgan o'lik mushukni o'rab olgan. Aya maktabdan keyin ovqat beradigan mushugim emas degan umidda uning yonidan yugurib o'tadi. U maktabga kelganida bu safar uning shkafidagi poyafzaliga bezorilar qo'ygan har qanday dahshatga tayyor bo'lib keladi. Ammo har kungi dahshat o'rniga yurakchali qurol va "Qurol Sehrli qizlar saytidan sizga" degan yozuvni topadi. O'sha kuni darslar tugagach, uni bezorilar yana omborxonada kaltaklashmoqda. Ammo kimnidir xafa qilishning juda ko'p yo'llarini sinagan bezorilar undan zerikishgan. Ulardan biri yuqori sinf o'quvchisini chaqirib, Ayani zo'rlamoqchi bo'ladi va bola keladi, u yechina boshlaydi. Bu payt boshqa zo'ravonlar Aya undan qochish uchun ko'rishayotganini o'yin-kulgu bilan tomosha qilishadi. U oxir oqibat qochish imkoniyatini topadi. Aya qochib ketayotganda yuqori sinf o'quvchisi bezorilardan biri bilan birga uning ortidan quvadi. U xilvat joyga yashirinadi. Endi o'zini xavfsiz deb o'ylaganida yuqori sinf o'quvchisi uni topadi va uni majburan yerga yiqitadi. Aya tipirchilab qochmoqchi bo'lar ekan, bezori qiz mushuk bo'g'ichini yerga tashlaydi va bu uning mushugi ekanligidan dalolat berib, alam yana kuchayadi. Uni yanada qiynash maqsadida uni ichak-chavog'i hamma yoqqa sochilib yotganini qo'shimcha qiladi bezori qiz. Bu vaqtda Aya o'zini yo'qotishni boshlaydi. U umidsizlikka tushib, sumkasidan qurolni olib, yuqori sinf o'quvchisiga qaratadi. Ular buni qandaydir o'yinchoq deb o'ylab kuladilar. Aya tepkini bosadi va bum! Ikki bezori g'oyib bo'ladi. Poyezd o'tish joyida odamlar poyezd bosib ketganga o'xshagan ikkita jasadni o'rab olishmoqda. Aya jasadlarni ko'zdan kechiradi va jasadlar yuqori sinf o'quvchisi va bezori qizniki ekanligini bilib oladi. Aya uyda o'zini ikki talabani o'ldirgani uchun aybdor his qilib, o'zini xonasiga qamab qo'yadi. Agar politsiya uni so'roq qilsa, u nima deyishi haqida o'ylay boshlaydi. U ularni o'ldirmadi. Albatta, u bunday qilmadi. Ularni o'ldirgan o'shanda kim edi? Shunaqa savollar bilan o'zini qiynayveradi. U Sehrli qiz saytiga kirish uchun tezda notebookni ochadi, lekin veb-sayt allaqachon yo'qolgan. Ularning o'limini aniqlash uchun boshqa hech narsa yo'q. Aya faqat o'zicha o'ylaydi. Bu men emasman, bu mening aybim emas. Ertasiga ertalab uning dadasi, akasi nega tushkunlikka tushganini so'raydi va u yaxshi ekanligini aytadi. U kechagina yaxshi o'qiyotgan edi. Janob Asagiri, agar u o'ziga e'tibor qilmasa, uning baholariga ta'sir qilishini eslatadi. O'sha kuni ertalab Aya nonushta qilishni o'tkazib yuboradi. Shuning uchun tashvishlanayotgan onasi
uni nonushta qilish uchun to'xtatishga harakat qiladi. Lekin janob Asagiri unga Ayani yolg'iz qoldirishni aytadi. Shubhasiz, erkak bu masalada o'z farzandlariga teng yoki hatto adolatli munosabatlarda emas. U asosan biriga e'tibor bermay boshqasiga keraksiz bosim o'tkazadi. Xo'sh, bu unga nima berdi? Yumshoq va cheksiz azoblanayotgan qiz va tajovuzkor hamda dahshatli shafqatsiz o'g'il. O'sha kuni maktabda o'quvchilarning o'limi haqidagi zapal yong'in kabi tarqaldi. Aya buning uchun hamon o'zini aybdor his qilmoqda. Shizukume Sarina ismli bezori uni bo'ynidan ushlab, voqeani ko'rgan deb o'ylab, kecha nima bo'lganligini aytishni talab qiladi. U bilmasligini va hech narsani ko'rmaganligini aytadi. Sarina ishonmaydi albatta. Ayani ularga nisbatan nafrati bor deb o'ylaydi. Uning fikricha, Aya ularni poyezd relsiga itargan va o'ldirgan. Keyin Sarina keskishni chiqarib Ayaning tilini kesmoqchi bo'lganida vaqt to'xtaydi. Aya Yatsumura Tsuyunoni ko'rib bo'layotgan narsadan hayratdan qotib qoladi. Tsuyuno vaqtni to'xtatganini va bu uning sehr ekanligini tushuntiradi. Sizda ham tayoq bor, shunday emasmi? So'raydi Tsuyuno. Siz bu axlat bo'laklarini o'ldirishingiz kerak deb qizlarni nazarda tutadi. Keyin Tsuyuno Saraning keskichidan foydalanadi va uning tomog'ini kesadi. Bu manzara Ayani dahshatga soladi. U darrov ko'zlarini yumib oladi. Keyin Tsuyuno unga sehrli qiz sayti haqida hamma narsani aytib berishni va ularga kerak ekanligini aytib, unga ergashishni aytadi. Aya Tsuyunoni maktabdan tashqarida kuzatib chiqadi. Ular ko'chaga chiqishadi. U yerda ham hamma narsa qotib qolgan. Tsuyuno odamlarning ismlarini istisnolar ro'yxatiga qo'shishi mumkinligini tushuntiradi. Bu esa ularga muzlatilgan vaqtda u bilan birga harakat qilish imkonini beradi. Shuning uchun Aya ham harakatlana oladi. Uning qo'shimcha qilishicha, Ayaning tayog'i bir zumda teleportatsiya qilish, nishonni bir zumda boshqa joyga ko'chirish qobiliyatiga ega. Bu haqda qayerdan bilishini so'raganda, u kecha sodir bo'lgan hamma narsani ko'rganini aytadi. Tsuyuno Ayaga qilgan ishidan pushaymon bo'lib, bezovta bo'lmaslikni maslahat beradi. Unga tayoq berildi. Shuning uchun u axlatlarni olib tashlashni davom ettirishni aytadi. Va u axlat nima? Zerikarli, jirkanch, dahshatli, hatto axloqiy fazilatlarga ega bo'lmagan har qanday odam. Kim masxara qilsa, kim zo'ravon bo'lsa, kim tahdid qilsa, qonunni buzsa, o'z ochko'zligiga xizmat qilish uchun boshqalarni xafa qilsa, agar ular sizga biron bir zarar yetkazadi deb o'ylasangiz, ularning barchasidan xalos bo'lishingiz kerak, deydi u. Bu bizning baxtsizlikda to'lganimiz sababidir. Ular yetarlicha uzoqlashganda, u nihoyat vaqtni tiklaydi. Maktabda Saraning tomog'i yorilib, hamma joyda qon to'kiladi. Bu orada Tsuyuno Ayani Sarani o'ldirmaganiga ishontiradi. Tsuyuno Ayaga uyiga borishni aytadi va ular kelganlarida Aya undan nega u yerda bo'lishni xohlayotganini so'raydi. U javob berishga ulgurmasdan Ayaning ahmoq akasi kirib keladi va ularga sharbat va pishiriq olib keladi. U Tsuyunoning oldida mehribon aka qilib o'zini soxtalashtiradi. Lekin uni yolg'onlarni payqaydi. U ketgach, u Ayaga "Men uzoq vaqtdan beri bunday soxta odamni ko'rmaganman", deydi. Aya undan nima qilishni so'raydi va Tsuyuno hech narsa qilmasligiga va'da beradi. U qo'rqqan qizni ishontiradi. Agar kimdir sehrning mavjudligini jismonan isbotlay olmasa, politsiya hatto ip esholmaydi deydi. Aytgancha u Ayani ehtiyot bo'lishini va undan ko'p foydalanmasligiga ogohlantiradi. Aya sehrli tayoqni ishlatganidan so'ng ko'zidan chiqqan qonni keltirib chiqaradi va Tsuyuno ularning bilaklarida ham hayot nuqtalari yoki boshqacha qilib aytganda umrini ifodalovchi timsoh paydo bo'lishini qo'shimcha qiladi. Ular har safar sehrdan foydalanganda o'z hayot nuqtalarini asta-sekin yo'qotadilar va timsol yo'qolganda sehrli qizlar o'lishadi. Uning ta'kidlashicha, bu tartibsizlikda aniq bo'lgan narsa shundaki, ular tayoqni olishlari bilanoq sehrli qizlar qanchalik burilishmasin, sayt qoidalariga bog'langanlar. Aya nima uchun unga bunday muhim ma'lumotni aytayotganini so'raganda, u uni tahdid sifatida ko'rmasligini va u bilan birga ishlashni xohlashini aytadi.
uning uyiga kelishining yana bir sababi bor. Suyuno uni sehrli qiz saytini topib, timsol olgan yagona odamlar emasligi haqida ogohlantirmoqchi. Bir nechta sehrli qizlar mavjud. Keyin unga Rina ismli sehrli qizning suratini ko'rsatadi. U bilan onlayn tanishgan va unga sayt sirlarini ochishga yordam bergan. Rina internetda tanishgan boshqa sehrli qizlardan ma'lumot oladigan ma'lumot brokeri. To'satdan sehrli qizlarni birin-ketin o'ldira boshladi va har qanday vaziyatda faqat ularning sehrli tayoqlari yo'qolgan. Jasadlarning shafqatsiz va tushunarsiz holatiga qarab, ular qotilni yana bir sehrli qiz deb taxmin qilishmoqda. Ular unga sehrli ovchi deb nom berishdi va tergovni boshladilar. Ammo bir kuni Tsuyuno Rina bilan aloqani yo'qotdi. U g'oyib bo'lishdan oldin Tsuyuno qotilning fotosuratini qo'lga kiritgan. Qurbonlardan biri o'limidan oldin suratga olgan. Tsuyuno Ayaga agar ikkalasi birga ishlasa, ular sehrli ovchi tomonidan nishonga olinishining oldini olishlari yoki ularga hujum qilganida o'zlarini himoya qilishlari mumkinligini aytadi. O'sha kechasi Tsuyuno Ayani uxlayotgan paytda himoya qilishni taklif qiladi. Ayni paytda shaharning boshqa bir joyida sehrli ovchi Ayani navbatdagi nishon sifatida tanlaydi. Maktabda Sarinaning o'ziga zarar yetkazishi haqidagi mishmishlar allaqachon tarqalib ketgan. Darslar tugagach, Aya butun tun o'zini qo'riqlab o'tkazganidan keyin charchagan Tsuyunoni stolida uxlayotganini ko'radi. U Tsuyunoning uyqusini buzmaydi va uyiga yolg'iz bo'lishga qaror qiladi. U yo'lda ketayotib, unga bir qiz yaqinlashadi va u o'zini sehrli qiz ekanligini ko'rsatadi va u tayoqni oladi. Aya bundan hayratda qoladi. Ayniqsa u sehrli ovchining suratdagi qizga umuman o'xshamaydi. Yaxshiyamki, Tsuyuno Ayani uyiga kuzatib boradi va u darhol uni qutqarish uchun vaqtni to'xtatadi. Tsuyuno ajablanadi. Aya va hujumchi bo'lgan joyda vaqt to'xtamadi. Uning sehrlari ularga umuman ta'sir qilmadi. Ayani xafa qilmasdan oldin Tsuyuno aralashib Ayaga qochishni aytadi. Ammo uning qochib ketishiga xalaqit beradigan zo'qqa tushib qolgan devor bor. Tsuyuno po'lat quvur bilan to'siqni buzishga harakat qiladi, lekin zohiriy sehrli ovchi bu ish bermasligini dahshatli tarzda aytib o'tadi. Ular bu quti ichida ekanlar, sehrli va jismoniy hujumlarga qarshi immunitetga ega. Tsuyuno sehrli ovchidan qanday qilib yuzini o'zgartira olganligini so'raydi va u sumkasidan kamerani chiqarib, bu tayoq sizni suratga olgan har qanday odamga o'xshatish mumkinligini aytadi. Bu ayniqsa qotillar uchun juda qulay tayoq. Keyin u bosh suyagini maydalash uchun bolg'a shaklidagi tayoqni ishlatishdan oldin elektr zaryadini ishlab chiqaradigan tayoq bilan Ayaga hujum qiladi. Tsuyuno Ayani tayog'ini ishlatishga undaydi, lekin Aya hali ham o'zi uchun yomon va nafratlangan ikki kishining o'limidan so'ng hali ham o'ziga kelgani yo'q. U tayoqni ishlatmaslikka qaror qiladi. Aks holda sehrli ovchi o'lishi mumkin. Ovchi hayron bo'lib, "Men uni o'ldirmoqchiman, u esa katta yo'lni bosib o'tmoqchimi?" deb o'ylaydi. Vaziyat kuchayib borayotgan paytda Tsuyuno Ayaning tayog'i odamlarni o'ldirmasligiga ishontiradi. Ovchi nihoyat Aya taslim bo'lib, bolg'a bilan urmoqchi bo'lgan paytda ovchini otib tashlaydi. Bir zumda u g'oyib bo'ladi va Aya atrofidagi devor sehrli ovchi bilan g'oyib bo'ladi. Vaqt hali ham to'xtab turganda Tsuyuno va Aya sehrli ovchi qayerga teleportatsiya qilinganligini izlaydilar. Tsuyuno undan tayoqni ishlatganda nima haqida o'ylaganini so'raydi va u shunchaki uni o'ldirmoqchi emasligini o'ylaganini aytadi. Tsuyuno uning tayoqchasi uning ongida kuchli ta'sirot qoldiradigan joyni tanlashi haqida xulosa chiqaradi. Bu Ayaga fikr beradi va ular bu yerga yetib kelganlarida uning taxminlari to'g'ri chiqadi. Tsuyuno Aya o'z xohishiga ko'ra teleportatsiya qiladigan joyni tanlashi mumkin deb taxmin qiladi. Endi u tayoqni ishlatishdan qo'rqmasligi kerak. Sahna bog'langan sehrli ovchini tasvirlaydi. Tsuyuno unga "Yutqazding, sehrli ovchi" yoki "Shioi Rina" deyaymi deb aytadi. Rina undan buni qanday tushunganini so'raydi va u faqat ikki kishi qotilni sehrli ovchi deb atashligini aytadi. Tsuyuno bu ismni ishlatganda u javob berganida Rina chalkishadi.
U Rina nima uchun unga xiyonat qilganini so'raydi, lekin Rina aniq javob o'rniga Tsuyunoni ahmoq deb kamsitadi. Nima uchun tashqi qiyofasini o'zgartirganini so'rashganda, u buni Tsuyunoni qo'rqitmaslik va uning tayog'ini o'g'irlash uchun qilganligini aytadi. Qolaversa, uning oxirgi qiyofasi xunuk, qomati esa dazmol taxtasidan ham tekisroq edi. Tsuyuno unga tahdid qilib, nima uchun sehrli qizlarni o'ldirganini aytishni talab qiladi. Aks holda u yana vaqtni to'xtatib qo'yadi va uning ichiga yeyishi mumkin bo'lgan barcha so'raklarni tiqishini aytadi. Rina oxirgacha omon qolishni xohlagani uchun buni qilganligini tan olishdan boshqa chorasi qolmaydi va buning uchun unga juda ko'p tayoq kerak ekan. U omon qolish uchun yaxshiroq tayoqlarni topish kerak. Aks holda ular bo'ron kelganda o'lishadi. Rinaning so'zlariga ko'ra, u g'oyib bo'lishdan oldin u sayt admini bo'lgan yigit bilan tanishgan. Aya undan sayt ma'murlari deganda nimani nazarda tutayotganini so'raydi va u bu cho'chqa go'shtidek dahshatli ekanligini aytadi. Ana Koreyada ham cho'chqa go'shti dahshatli ekan. Ma'lum bo'lishicha, sayt yashirin orqa eshikka ega. Rina qo'rqinchli yigitni bosadi va soat 19:23 da yozilgan ekranga olib boradi. 11-avgust kuni bo'ron keladi. Bu dunyoning yakuni ekan va yangi dunyo eshigini ochar ekan. Tsuyunoda hali ko'p savollar bor edi, lekin Rina allaqachon qon qusadi. Aya tez yordam chaqiradi. Xira yoritilgan xonada bir qiz o'zi bilan gaplashayotganda "Men o'ldirmoqchiman" so'zlarini qayta-qayta takrorlaydi. Boshqa joyda bir yigit televizor oldida o'tiradi. Uning tartibsiz uyi bezovta qiluvchi miqdordagi yulduzning narsalari, rasmlari bilan to'lib toshgan. Xuddi butdek unga sig'inadi. Bu g'alati turmush tarzi, lekin u kartoshka chipslarni yeyotganidan mamnun ko'rinadi. Ikkinchi qo'li ko'rinmas. Ko'zlari sevimli butiga yopishgan. Shu bilan birga uning uy bekasi eshikni baland ovozda taqillatib ijara haqini to'lashni talab qiladi. Oxir-oqibat u bundan g'azablanadi va ayolni qo'rqitish uchun unga baqiradi. Yana mazmunan odam o'zicha o'ylarkan jilmayib qo'yadi. Odamlar mening hayotim tubanlikka ketayotganini aytishadi, lekin men bunga ishonmayman. Men Nejiminga tushib qoldim. Men Nejiminni yaxshi ko'raman. Hayotimni Nejiminga bag'ishlayman. Hozir men eng yaxshi odamman. Ayni paytda Rina bo'lgan kasalxonada shifokor Tsuyuno va Ayaga hozircha uning hayoti xavf ostida emasligini aytadi. Biroq uning test natijalari nihoyatda hayratlanarli. Shifokorlarning tushuntirishicha, sababi noma'lum bo'lsa-da, Rinaning miyasi va organlari juda yomonlashgan. U keksa odamning ichki salomatligiga o'xshaydi. Uning qo'shimcha qilishicha, u qachondir hushiga keladimi deyish qiyin. Tsuyuno Ayadan Rina bilan sodir bo'lgan voqea mening aybimmi deb o'ylaysanmi deb so'raydi, lekin Aya bunga javob bermaydi. Tsuyuno unga xavotir olma, buni Rina o'zi qilganini aytadi. U har safar sehrli qizlar ularning sehrlaridan foydalanganda, bu ularning hayotini yutib yuborishni takrorlaydi. Bu Rina bilan sodir bo'ldi, chunki u o'g'irlagan barcha tayoqlarni ishlatgan. Shuningdek, u ketma-ket bir necha tayoqlardan foydalangan. Uning tanasi bu yuk ostida halok bo'layotganiga ajablanarli emas. Aya bo'ron nima bo'lishi mumkinligini va Rina ularning hammasi o'lishini aytganini, nimani nazarda tutganiga hayron bo'ladi. U shuningdek sayt ma'murlari ularni nega sehrli qizlarga aylantirganligini so'raydi. Tsuyuno bunga biz baxtsiz bo'lganligimiz uchun deb javob beradi. Bu javob Ayani tayoqni olishdan oldin unga nima bo'lganligini so'rashga olib keladi va Tsuyuno orqali bolalik xotiralari to'lqinlarini keltirib chiqaradi. Bu sodir bo'lganida kechasi edi. U xonasidan chiqib ketganida ota-onasining ikkalasi ham o'lik holda topildi. Tsuyuno Ayaning savolini rad etib, bu haqda gapirishni xohlamaydi. Qizni kechirim so'rashga majbur qiladi. Keyin u Ayaga hamma narsa uning aybi deb o'ylashni bas qilishni maslahat beradi. Rina uyg'onmaguncha ular ko'p ish qila olmaganligi uchun Ayaning xayoliga bir fikr keladi. Rinani davolay oladigan tayoqli sehrli qiz bo'lsa-chi? Tsuyuno narsalarni ko'zdan kechirayotgandan so'ng Rinaga tegishli bo'lgan qotillik kitobi deb nomlangan tayoq egalari ro'yxatini topadi. Ular birgalikda kitobni varaqlaydilar, lekin u yerda hech kimni tanimaydilar.
oxir-oqibat ular juda tanish ko'rinishdagi qizning rasmiga duch kelishadi va tasodifan ular qizni televizorda ko'rishadi. Ma'lum bo'lishicha, sehrli qizlardan biri Ni Jimin, mashhur yulduz va yigitning observatsiyasidagi obyekti. Bu tartibsiz dunyo. Unda hamma narsa mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bo'ronlar, tayoqlar, sehrli qizlar. Aya va Tsuno uchun hammasi tushunarsiz, lekin bir narsa aniqki, ularning ikkalasi baxtsizlar va ular bir-birlarini o'zlarining baxtsizligi tufayli topdilar. Ehtimol, birgalikda ishlash orqali ular o'zlarini qutqarish, dunyoni qutqarish yo'lini topishlari mumkin. Va ehtimol birga bo'lish orqali bu kambag'al qizlar o'zlari uchun yaxshi boylik orttirishlari ham mumkin.